Hammaga salom. Bugungi ikkinchi mavzuyimizda personal pog'onomlar, ya'ni kishilik olmoshlari hamda zayin yordamchi fe'lini qo'llanilishi haqida gaplashamiz. Personal pog'onomlar, ya'ni kishilik olmoshlari men, ich birinchi shaxs birlikda, ikkinchi shaxsda sen, du, uchinchi shaxs o'g'il bolalar uchun er, qiz bolalar uchun sie va jonsiz narsalar uchun s qo'llaniladi. Birinchi shaxs ko'plikda biz, ya'ni wir, sizlar ihr, sie ko'plikda ular bo'lsa sie hamda hurmat ma'nosida ular deb murojaat qiladigan bo'lsak katta s bilan yoziladi. Sie qo'llaniladi. Ma'lumot o'rnida nemis tilida 3 ta rod bor. Maskulin, ya'ni muskoy rod, feminin, женский rod, neutral, средний rod. Bular haqida batafsil keyingi mavzularda tanishib chiqamiz. Yana bir takrorlaymiz. Ich men, du sen, er o'g'il bola uchun u, sie qiz bola uchun u, s jonsiz narsalar uchun и средний rodda u. Biz wir, ihr sizlar hamda sie ular ko'plikda, sie ular hurmat ma'nosida. Ziylar 3 ta holatda ishlatiladi. Buni mashqlar davomida qo'llash va yodlash orqali farqini tushunib olamiz. Va bu yerda men rasmlar ko'rinishida ham berib qo'yganman. Endi zayin yordamchi fe'li bo'lmoq ma'nosini ifodalaydi. Ingliz tilidagi to be fe'liga mos keladi. Bu yerda qanaqa holatda personal pog'onomlarga tuslanishini berganman. Ich bin, du bist, er sie es, ya'ni u ist, wir sie ya'ni bular ko'plikda sind holida tuslanadi, iyaga nisbatan seid holatida tuslanadi. Va bu yerda misollar ko'rinishida gaplarni ham berganman. Masalan, ich bin müde, men charchadim. Du bist freundlich, sen mehribonsan. Er ist Student, u talaba. Sie ist Ärztin, ya'ni u shifokor, qiz. Es ist kalt. Bu sovuq yoki havo sovuq ma'nosida ishlatiladi. Wir sind zu Hause. Biz uydamiz. Ihr seid Schule. Sizlar o'quvchilar. Va sie sind glücklich. Ko'plikda ular baxtli. Va hurmat ma'nosida sie sind Lehrerin Frau Müller. Siz o'qituvchisiz Müller xonim holida ishlatiladi. Endi darsni oxirida, ya'ni kanalga men bunga oid mashqlarni, qo'shimcha vazifalarni, testlarni tashiyman. Sizlar bajarasizlar va tekshirib beraman. Auf Wiedersehen. Ko'rishguncha keyingi darslarda.